Qadrli do'stlar, hozir butun mana shu dalani aylanib, mana bu qo'limda ko'rib turgan ermon o'ti bilan mana zarpechakni topib yig'ib oldik. Endi bulardan uy sharoitida qanday dorivor damlama tayyorlanadi, ana shuni sizlarga ko'rsatib o'taman va qanday kasalliklarga ishlatiladi. Shu to'g'risida ham damlama tayyorlash jarayonida gaplashib o'tamiz. Demak, qadrli do'stlar, zarpechak hamda ermon o'tlarini daladan yig'ib keldik. Ularni tozalab yuvib oldik. Endi bulardan ikkalasini qo'shimcha qilib, ikkalasini birga qo'shib damlama tayyorlaymiz. Bu damlama mana bu kitobda, ya'ni tabobat kitobida keltirilishicha tutqanoq hamda kamqonlik kasalliklarini davolashda foydalaniladi. Biz hozir tutqanoq kasalligini emas, aynan kamqonlikda ishlatiladigan retseptni tayyorlaymiz. Demak, boshlaymiz. Dastlab qirqib olish osonroq. Mana zarpechak qaynatma o'tini maydalab olamiz. Zarpechak o'tini bilamiz do'stlar, bu rosa ashaddiy parazit o'simlik hisoblanadi. O'zi mustaqil yerdan ta'mirotib ko'klamaydi. Faqat boshqa o'simliklar hisobiga yashaydi bu. Buni hozir yantoqning ustidan terib kelib, yantoq o'simligini shunday bosib olgan ekan. Ana endi toza idishga, ya'ni betini usti yopiladigan idishga 200 gram suvga ko'pchilik o'simliklardan 1 osh qoshiq solinadi. Bu me'yor qanaqa? Bu me'yor albatta o'simliklar quritilganiga qaratilgan. Shuning uchun ham 1 qoshiq emas, 2 qoshiq solamiz. Uni quriganligini, qurishini hisobiga olib. Demak, agar bu quruq bo'lganda bundan 1 qoshiq solsak bo'lardi. Ho'lligini hisobga olib, bundan 2 barobar dozani solamiz. Ya'ni 200 gram suv qo'yamiz bunga. Lekin undan oldin ermon o'tidan ham tayyorlab olishimiz kerak. Mana bu ermon o'tining yosh novdalari hisoblanadi. Buni mana bundoq qilib isitib olamiz, bariklarini va urug'larini. Tanasini, kaltagini ishlatmaymiz. Ermon o'zi juda ham bir shifobaxsh o'simlik. Shaxsan menga juda yoqadi u ermon. Hozir tayyorlaydigan retseptdan tashqari ermonni boshqa o'simlikka qo'shmasdan o'zini maydalangan holatda damlama qilib ichilsa eng zo'r foydasini aytayman. Jig'ildan qaynashini bittada qoldiradi. Lekin hozir biz kamqonlikni davolashda foydalanadigan retsept to'g'risida gaplashyapmiz va ana shu damlamani tayyorlash jarayonini sizlarga ko'rsatib o'tishga niyat qilganmiz. Xudo xolisa, mana ermondan ham xuddi shunday 1 qoshiq va yana 1 qoshiq. Bu 200 gram suv miqdoriga ho'l o'simlikdan 2 qoshiq bemalol solsak bo'ladi. Sababini hech qanday bir nojo'ya ta'siri yo'q. Foydasi borki, hech qanday nojo'ya salbiy ta'siri yo'q. Agar buni quritganimizda 1 qoshiq yetardi 200 gram suvga. Ana endi mana bu tayyor aralashmamiz ustiga 200 gram qaynoq suv, ya'ni 1 piyola to'la suv quyib yoki 1 stakan suv quyib, ustini mana bundoq tarelka bilan yopib va ustini sochiqmi, bir dasturxon bilan o'rab qo'yamiz. Yarim soat yoki 45 minut turadi. Ana undan tayyor bo'lgan damlamamizdan 50 gram atrofida miqdorda kuniga 3-4 mahal iste'mol qilish tavsiya etiladi. Bu aynan ovqatdan yarim soat yoki 20 minut oldin. Eslatib o'tamiz do'stlar, mana ermondan tayyorlangan, ermon preparatlaridan tayyorlangan barcha dorivor damlamalar, qaynatmalar ovqatlanishdan oldin yarim soat yoki 20 minut oldin ichish tavsiya etiladi. Ana shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Barchangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Kelgusi dasturlarimizda, kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.